Assalomu alaykum. Hayot birjada bo'lim boshliqlari bo'lib ishlaydigan Aziz opadan biz hozir qisqacha hayot birjada bo'layotgan yengilliklar haqida so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib olsangiz. Xo'jayeva Azizaxon. Ancha yillardan beri ushbu tashkilotda o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Aziz opa, hayot birjada bo'layotgan qulayliklar, yengilliklar haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Hozirgi kunda ayni damda ketayotgan agar izchil amalga oshirib kelayotgan integratsiya mavzusida aytishim mumkinki, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbek ekspertiza va boshqa tashkilotlar bilan hozir integratsiya jarayoni bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ekotizim ishlab chiqilyapti. Ekotizimda demak mahalliy ishlab chiqaruvchilarni mahsulotlarni joylash va hech qanday miqdoriy cheklovlar bo'lmasligi e'tiborni tortadi. Bu yanada o'sha tovarni mahsulotni joylayotganlar yanada qulaylik bo'ladi. Albatta. Masalan, milliy do'kon demak bo'limida miqdoriy cheklovlar hamda hudud cheklovlari mavjud. U eko tizimda esa bunday cheklovlar bo'lmaydi va yaqin orada albatta bizning mana shu yagona platformamizda Hayot birjasida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Boya aytib o'tildi, qanaqadir bir mobil ilovani ishlab chiqaribsizlar. O'sha ilova haqida gap aytib bersangiz, odamlarga yanada qulaylik bo'ladi. Ha, mobil ilovamiz hozirgi kunda takomillashtirib borilyapti. Foydalanishingiz mumkin albatta login parol orqali. Undan tashqari eng qulay jihatlaridan biri, demak siz yo'lda bo'lishingiz mumkin yoki boshqa joyda bo'lishingiz mumkin. Yoningizda kompyuter bo'lmasligingiz mumkin yoki ishxonangizda kompyuteringiz demak ofis kompyuterlaridan foydalangan bo'lishingiz mumkin. Notebook bo'lmasligi mumkin. Shu sababli mobil ilova orqali siz o'zingizni demak ish kabinetingizga keluvchi bildirishnoma, xabarnomalardan siz xabardor bo'lib turasiz, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizning agar yetkazib beruvchi bo'lsangiz, e'loningiz bo'yicha qandaydir buyurtmachi demak narx so'rovini amalga oshirdimi yoki qaysidir bir shartnomangizda qaysidir qadamlar o'zgardimi, ketma-ketligi bo'ldimi? Mana shu ma'lumotlarni siz bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Bu mobil ilova faqat Android uchunmi yoki iOS uchunmi? iOS uchun ham, ikkalasi uchun. Ikkalasi uchun ham. Ilovani nomini aytsangiz. Hayot birja. Hayot birja. Ilovasidan foydalaninglar, sizlarga yanada qulaylik bo'lar ekan. Shu bilan bir qatorda bizning ijtimoiy sahifalarimizga ham ulanishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizdagi bo'layotgan yangiliklardan birinchilarda xabardor bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.